Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bemorimiz 22 yosh, bundan 2 yil oldin o'ng tomonlama endoskopik tempanoplast, ya'ni parda butun tiklash operatsiyasini bajarganmiz. Ko'pchilik bemorlar 1-2 oyda, 1-2 yilda tushib qoladimi parda, shunaqa deb eshitdim deyishadi, lekin unaqa emas. Inshaalloh bizning pardamiz butun umr qoladi, ya'ni agar bemor o'zi ehtiyot qilinsa, albatta. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana pardaning holati, o'rtasida katta defekti bor edi. Defekt topganmiz. Mana qon tomiri o'sib, o'zinikidek bo'lib turibdi. Ya'ni parda butun tiklangan. Alhamdulillah, juda ham zo'r. Operatsiyadan oldin oqgan qulog'im, keyin eshitish past bo'lgan. O'zim opam orqali kelganman. Shu yerda ishlaydilar. Keyin operatsiyadan keyin qulog'im eshitishi yaxshilanib, og'riq yo'q, hammasi joyida, normal. Hozir yaxshi. Ha. Bezovta yo'q. Yo'q. Mana ko'rdinglar, bemorimiz juda ham xursandlar. Xudo xolasa operatsiya yaxshi o'tgan va parda butun tiklangan. Kuningiz xayrli bo'lsin, salomat bo'ling.